Bugun sizlar bilan Arizo 6 Pro, Tiggo 8 Pro Max yo'q. Bugun sizlar bilan aynan yangi avlod texnologiyasi Tiggo 8 gibrid haqida gaplashamiz. 1.5 turbina, 347 ta ot kuchiga ega bo'lgan ushbu bahaybat crossoverimiz to'liq elektr va benzinda 1200 km masofani bosib o'tadi. 1 dan 100 gacha 8,5 sekundda chiqadi va shahar ichida 100 km ga rasxodi 5,2 litr tashkil qiladi. Salonga qiziqasizlarmi? Ko'ramiz. E'tiboringlar markazida 7 o'rindiqqa ega bo'lgan avtomobilimizning ichki qismi to'liq ekoko'sha bilan jihozlangan. Uning ustiga multifunksionalli rul, keng monitor hamda keng displeylarga ega. Siz ketmay turing, men hozir issiq choy damlab kelay, qolganini gaplashamiz. Ushbu Cherry Tiggo 8 gibrid modelini narxi bilan tanishtirib o'taman. Birinchi pozitsiyamizning narxi 429 million 900 ga 449 million 900 ga tashkil qiladi va ushbu avtomobilni siz 30 million foydasiga xarid amalga oshirishingiz mumkin. Biz sizni Cherry Ademaster Sampida kutib qolamiz.